Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari va obunachilar. Mana yana bitta yangiligimiz. Bu katagimiz itlarga mo'ljallangan bo'lib, it boqish uchun tayyorladik. Razmerlari uzunligi 220, eniga 120, balandligi, общий balandligi 160 ta o'z ichiga oladi. Qulayliklari ichida mana yotoqxonalari bor. Simlari bor, borib kelishiga halqa o'tkazib baylab qo'yilsa, itimiz borib kelaveradi. Libboy turdagi itni boqsa bo'ladi. Kattami, bir endi kichkina haligi chapalarga bo'lmaydi-yu, lekin katta apcharkalarga, halabay, libboy turdagi itlarga bo'laveradi. Eshigi ham kichkina ko'rinyapti, lekin katta, odam ham xotirjam sig'adi. 60 sent, 70 sent eshigimiz bor. Mana bu yerdan ilib qo'yganmiz. Eshigi hop tepaga ochiladigan qilganmiz. Sababi yonga ochilsa it bilasizlar, haligi o'ralashib qoladi. Shunga mishet qilmasin uchun mana tepaga ochiladigan qilganmiz. Tepaga ochib, keyin mana bu yerda mana qulfi bor. Qulfini o'tkazib qo'yilsa, eshik umuman ochilmaydi. Tashqarida ham itimizda baylanadigan halqalari bor. Xo'p. Mana bu suviga yoki go'sht-po'sh, ovqat-povqatiga ishlatsa bo'ladi. Mana bittasi suviga, bittasi ovqatiga. Bittadan idish qo'yib qo'yasiz. Shu bilan bo'ldi. Setkalari ham o'sha yaxshi. Hech narsa bo'lmaydigandan tomlari mana juda chiroyli holatda tayyorlab qo'yganmiz. Sliplari ham, latolari ham o'rnatib qo'yganmiz. Oynak ichkarida rossiyskiy qalin setga qo'yib qo'yganmiz. Shobe it bu tomondan qarab ko'rib turish uchun. Qiziqqanlar 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilaverasizlar. Mehnatimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like urib qo'yasiz degan umiddamiz.